Hammaga salom. Xo'p, tradingga kirib kelayotgan insonlardan boshlaymiz. Bu yerda birinchi navbatda siz ожиданияni, ya'ni kutuvni to'g'ri qo'yishingiz kerak. Misol uchun hozirgi internetdagi berilayotgan sizda o'sha ma'lumotlar 15 kunda, 1 oyda yoki 1 haftada o'quvchimni natijaga kirgizdim degan narsalar bilan savdo qildirish bu aslida o'sha insonni jarlikka tiqish. Men javob beraman. Chunki inson qanchalik tez tradingga kirsa, tez natijaga kirsa, unda avtomatik ego shakllanadi va euforiya shakllanadi. Uni keyingi savdolari уже minusga qarab ketishi ehtimoli juda ham baland. Nima degani bu? Masalan, siz sistemasiz savdolamay boshlasangiz, уже palama-partishlik vujudga keladi. 3 ta savdoda masalan yoki 2 ta savdo yoki podrяд 4 ta 5 ta savdoda yaxshi savdo qilsangiz, ya'ni win position deydi. Pozitsiyangiz yaxshi ishlasa va siz avtomatik уже risklarni buzishga o'tib ketasiz. Chunki bu normal holat, chunki siz hali bilmaysiz, siz hali bu journeyda bo'lmagansiz, bunaqa experience'siz, ya'ni sizda bunaqa qanday aytsa, experience-da tajriba yo'q. Bu normal holat. O'sha uchun kutuv bilan kirish kerak, ya'ni kutuvni to'g'ri qo'yish kerak. Ya'ni nima uchun insoniyat institutga kiradi-ku? Institutga kirasizlar yoki oliy kim o'sha universitetga kirasizlar, 4 yil o'qiysizlar. 4 yil o'qigandan keyin nima uchun hokim bo'laman, nima uchun prezident bo'laman, nima uchun yoki ministr bo'laman demaysizlar. Chunki bilasizlar, 4 yildan keyin yana ishlash kerak, o'z ustingizga ishlashingiz kerak, yana boshqa ishlarni qilishingiz kerak. Keyin siz qanaqadir lavozimga ko'tarilasiz. Ko'tarilsangiz. Lekin siz kursdan bunaqa niyatni qo'yasiz-ku, kursga bunaqa niyat qo'yasiz, ya'ni kelaman 1 hafta yoki 1 yilda yoki 5 kunda yoki 10 kunda yoki 1 oyda natijaga chiqaman degan narsa bu noto'g'ri qadam bilan boshlangan narsani yiqilishi aniq. Bu fakt. Men sizga hozir tradingda qanday trading qilishni, qanday kirishni, qanday chiqishni, qanday back test qilishni, live test qilishni, boshqa qilishni o'rgatsam, bu noto'g'ri. Chunki qanday qilib, ya'ni kurashga borsangiz, kurashga birinchi navbatda qanday qilib yiqilishni o'rgatadi sizga. Chunki yiqilganda travma olmasligingiz kerak, ya'ni jarohat olmasligingiz kerak, biron joyi sinmasligi kerak. Qanday qilib men birinchi kun kelgan insonga hozir men tradingni o'rgatib, tradingda yuborishim mumkin? Xuddi bu noto'g'ri. Boks zalga kirsangiz, men sizni urish qo'yib yuborsam bittasi bilan, urib burningizni pachoqlasa yoki qon chiqarsa, bir narsa bo'lsa, sizga zarar yetkazsa, уже sizni bu narsadan ko'nglingiz qoladi. Bu noto'g'ri narsa. Men birinchi sizga o'rgatishim kerak. Men sizga bu narsani tushuntirishim kerak. Men sizga tushuntirishda men haqiqatni aytaman. Men yolg'on gapirmayman. Chunki menga sizni kurs sotib olishingiz, mendan kelib kursga pul to'lashingiz umuman kerak emas. Men sizdan manfaat qidirmayapman. Manfaat bor joyda yolg'on bo'ladi. Men yolg'on qo'shmoqchi emasman, chunki sizdan menga manfaat yo'q. Men faqat manfaatingiz menga sizni beradigan savob deydimi, ajringiz. Что men o'zim bilgan bilimni sizga tushuntiryapman. Ulashyapman shuni. To есть menga shu narsani Alloh bergan, men sizga to'g'risini aytyapman. Ya'ni maqsadimiz bu yerda pul ishlash emas. Ya'ni kutuv. Hozir bilaman, bu kutuvlarga asosiy sabab bo'layotgan narsa bu internetdagi yolg'on marketinglar. Hozir ichigacha kirib boramiz tradingni. Ichigacha kirib boramiz. Qanday planlashtirish kerak, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak tushuntiraman. Bunga sabab bo'ladigan narsalar bilan tushuntirib borishim kerak. Bunga sabab bo'layotgan narsa internetdagi noto'g'ri marketing. Ya'ni marketing nima bilan bo'lyapti? Ya'ni ularning asosiy maqsadi kursdan so'qqa qilish bo'lyaptimi? Ya'ni fokus kursga qaratilgan, kursni qaratilgandan keyin уже konkurensiyaga kelib chiqadi. Chunki juda ham ko'p kurs o'rgatadigan joylar bor va ular avtomatik nima qilishadi? Insonlarni jalb qilish uchun marketing hiylalari o'ylab topishadi va marketing hiylalari bu boshqa narsa, trading bu boshqa narsa. Marketing hiylalariga nima deydi? Marketingchilar kelib aytadiki, marketologlar sen 15 kunga natijaga chiqarib bilasanmi, 20 kunga natijaga chiqarib bilasanmi, shunday qilib odamlarni jalb qilamiz deydi. Va trader hech qachon tradingni to'g'ri tushunmagani uchun ha men qilib bilaman deydi. Va shuning orqasidan o'zini o'quvchilarni jalb qilishni boshlaydi va buning orqasidan juda ham katta kollaps, ya'ni juda ham katta o'quvchilar natijaga erishib bilmaydi va ikkita uchtasi natijaga chiqqanda, masalan 1 marta, 2 marta o'xshab qolganda bular video rolik qilib chiqishadi va shu narsa sizni birinchi marta ko'rayotgan insonni jalb qiladi va mana shu yerda xato boshlanadi. Ya'ni u sizga hech qanaqa 1 yillik trader emas yoki 5 yillik trader emas, sizga birinchi yana o'quvchimiz keldi, 1 haftada natijaga erishdi deydi. U bozorda ikkita yo'l bor. Yo tepaga ketadi bozor, yo pastga ketadi. Всё, boshqa yo'li yo'q. Masalan, 10 ta bola tepaga qo'ygan bo'lsa, 10 ta bola pastga qo'ygan bo'lsa, pastga ketsa agar tamoman ular
aqlli undir-kindir degani emas. Siz mana shu yerda aldanasiz. Va ular o'quvchilarga aytadi, masalan 10 kishi 20 kishi pul yo'qotadi, bir 5 kishi 3 kishi pul topadi-ku, aytadi, ana bularda o'xshayapti-ku. Senda o'xshamayotganining asosiy sababi sen qunt qilmayapsan, ilm olmayapsan. Aslida bu narsa noto'g'ri. Bu narsa noto'g'ri, bunday ishlamaydi trading. Tradingda strategiya muhimmi degan narsaga men faqat aytib kelganman. Bundan oldin O'zbekistonda hech kim aytmagan, men aytganman bu narsani. Tradingda, chunki trading tushunmaydi O'zbekistonda ko'p kishi. 99% tushunmaydi umuman. Prosta borib maqsadiga qaranglar, maqsadi kurs o'tish bo'lgan, nimadirlar qilgan, hozir dahomiz, oliymiz deb aytasizlar bir xillarni. Faqat kursdan pul qilgan ular. Realniy narsada, po faktu gapirsak shuni aytdi. Achchiqlaringiz kelmasin, onasini emsin. Achchiqlaringiz kelmasin, mujik bo'linglar, mard bo'linglar. Onasini emsin. Ertaga qiyomatga hammani ko'ziga qarab gapirasizlar-ku baribir. Mujik bo'lish kerak, nomardlik qilmaslik kerak. Bular kursdan so'qqa qilgan, o'sha uchun aytib bilmaydi hammasi. Men bemalol chiqib boyni gapiraveraman, chunki menga hech narsa qilib bilmaydi. Agar ular bir-birovga gapirmaydi, o'sha traderlar bir-birovga ko'p gapirmaydi, bilasizlarmi? Chunki o'zini ham ko'ti bo'q chiqib qolishi mumkin. Shu uchun. Xo'p. Ozgina qo'pollashidim. Noto'g'ri tushunmanglar. Sizlarni hurmat qilgan holda bunaqa narsalarni ishlatib, bunaqa gaplarni ishlatmasligim kerak. Xo'p. Dalshi, tradingda strategiya muhim emas. Strategiya milliardlab bu. Milliardlab strategiya yoki millionlab strategiya. Har xil strategiya yaratish mumkin, lekin strategiya bu bir martalik narsa. Siz strategiyadan strategiyaga o'tib yurasiz-ku, uje zerikib ketasiz. Chunki ko'plab strategiyalar, juda ham ko'plab strategiyalar aynan bozor ishtirokchilariga bozor yaratuvchilari tomonidan qilgan. Ya'ni o'sha trend liniya deymizmi, boshqa deymizmi, ya'ni qanday deyiladi? Masalan, trend liniyani ular o'zlari yaratishadi va o'sha yerga siz ana bu ishlab beryapti deysiz, euforiyaga berasiz. Bir marta ishlar, 2 marta ishlar, 3 marta ishlar qo'yib berishadi ular sizga. Va bilishadi keyin qanchalik talpa yig'iladi o'sha yerga, 3-kasaniga yoki 2-kasaniga, keyin o'shani tozalab olishadi. Ya'ni stoplarni yig'ib olishadi, odamlarning pullarini supurib olishadi. Chunki odamlar bilishadi, odamlarni sistematik savdo qilmasliklarini, odamlarning sabri yo'qligini ular bilishadi. Tushuntirib bilyapmanmi? Sizlar tushunyapsizlarmi nima demoqchiman? Ya'ni trend liniya bor, menga doska bo'lsa, vaqti zo'r bo'lardi-da. Doskani keltirib qo'ysiz bilasizlarmi o'sha odam? Ya'ni trend liniya chizishadi, masalan, trend liniya chizasizlar-ku, o'shani yaratishadi va 2-3-kasanda odamlar euforiyaga beriladi, risklarni ko'tarishadi, boshqa qilishadi. Da, ko'pchilik, juda ham ko'pchilik average people odamlar, bo'ldi, fikrimni bo'lmanglar. Juda ham ko'pchilik insonlar o'sha yerda pul yo'qotadi, chunki katta pul yo'qotadi. Smart, ya'ni umli odamlar u yerda pul yo'qotmaydi. Juda ham ko'pchilik pul yo'qotgani uchun ularga kerak. To есть manipulyatsiya qilishga harakat qilishmaydi juda ham sizlarni, chunki mayda ikroklar sizni manipulyatsiya qilishga harakat qiladi. Lekin juda ham katta insional fondlar qanday ishlaydi? Ular borishadi, ular stopingizga qarashmaydi. Ular data sotib oladi, ya'ni ma'lumotlarni birjalardan, brokerlardan ma'lumotlarni yig'ishadi, sotib olishadi, datani sotib olishadi va data analiz qilishadi. O'shani analiz qilishadi. Qayerda qancha, nima bor, polnis analiz qilishadi va o'zlarini balanslari, kapitallari qancha bozorni movementiga ta'sir qilib biladi. Shularni o'rganib chiqishadi, testlar qilishadi. Qanaqadir likvid bilan test qilishadi, ya'ni qanaqadir pul bilan test qilib ko'rishadi. Test pump deydi uni, test impuls deydi. Qani ko'rishadi, bozorda qarshilik kuchli, qanaqa baland yoki pastligini ko'rishadi. Bu fondlar, katta insonalkalar deymiz biz, insonalkalar tomonidan qilinadi bu narsa. Retaillar bularda hech qanaqa bunaqa dostуп yo'q datalarga yoki qanaqadir manbalarga dostуп yo'q. Kichkina dostupda ishlaganingizlar uchun sizlar nima qilishingiz kerak? O'zlaringizga sistema yaratishingiz kerak. Stop loss bu prosesning bir qismi degan narsani qabul qilishni bilishingiz kerak. Stop loss hamma tomonidan tiqilgan, stop loss bu yomon narsa. Yo'q, stop loss bu prosesning bir qismi. Stop loss, yana qaytaraman, prosesning bir qismi. Stop losssiz trading yo'q.
Важно stop lossni qanchalik kamroq olishiga harakat qilish. U uchun oldingi qilingan treyderlarni umumlashtirgan holda analiz qilish kerak va jarayon tuzilayotgan vaqt tushunishingiz kerak. Birinchi navbatda plan, keyin jarayon, keyin analiz bo'ladi. Aksariyat treyderlarda xatolik qayerda? Ular bir vaqtning o'zida ham analiz qilishadi, ham trade qilishadi, ham jarayon, ham plan qo'shib ketadi. Stop lossni olib qochasiz, take profitni olib qochasiz yoki ozgina foyda kirgandan keyin savdo yopiladi, zararga o'tirgan vaqt savdo yopilmaydi. Mana shunaqa emotsional boshqaruv asosida savdo qiladigan treyderlar hech qanaqasiga foydaga chiqib bilmaydi. Qani qaysi biri foydaga chiqibdi, mana oldimga kelib yillik yoki хотя бы 6 oylik statistika ko'rsatsin. Yo'q, bunaqa insonlar media bloger balobatlarga ishonmanglar. Ishonmanglar. Mana aytyapman. Bir treyderni boy qilib ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Ular boy bo'lmaydi. Men biznesmen, investor, katta kompaniyaning egasiman. Bironta O'zbekistondagi treyderni birontasi yaqinimga kelib bilmaydi. Po faktu bu. Kibr emas, bu po faktu bu. Yaqinimga kelib bilmaydi kapitalizatsiya yonidan. Yaqinimga. Chunki men faqat treyder emas, men treyderlarni bilaman. Treyder bu ishchi. Do'stlar, treyder bu ishchi, tushuntirib o'taman. Masalan, siz treyderlarning 1.5% daromad qiladiganlari bor bir oyda. Kim 1.5% daromad qildim dedi? Ozod. 1.5% daromad qildi bu shu oy. Lekin $100 kapital bilan savdo qiladigan treyder 1.5% $1.5 bo'ladi. U hech narsa. Lekin bu treyderlar $100,000 bilan savdo qilsa $1.500 foyda ko'radi. $1,000,000 bilan savdo qilsa $115,000 foyda qiladi. To'g'rimi? $1,000,000 bilan savdo qilsa, o'sha $15,000 1.5% bo'ladi. $10 million bilan savdo qilsa agar o'sha qancha bo'ladi? Ya'ni o'rtacha yillik eng pastini aytyapman. O'rtacha yillik daromadingiz 30 va 40% o'rtasida bo'lsa, siz $1 million dan o'sha $400,000-$300,000 foyda qilasiz. Va bu narsaga siz hayotda erishib bilmaysiz, qachonki sistemasiz Palam-partish strategiyam bilan savdo qilaman desa hech qachon bu narsaga erishib bilmaysiz. Misol uchun aytganda, men nima deyman? Tradingga kirgan inson birinchi yilda o'ziga maqsad qo'yish kerak, ilm olaman deb. Va birinchi yil ilm olgandan keyin asta-sekinlik bilan ikkinchi yilga уже adaptatsiya jarayoni bo'ladi. Undan keyin o'tgandan keyin уже $10,000, хотя бы $10,000 men beraman deyapman o'sha shotni. Agar 1 yil davomida qarang, 1 yil o'qidingiz, 1 yil statistika yurg'izdingiz, prosta prop kompaniyami o'zingizmi statistika yurg'izdingiz va mana oldimga keldingiz yoki boshqa kishining oldiga keldingiz. Qo'rqmaysiz $10,000 investitsiya qilishga. Hayot erkaksiz, hayotingizda $10,000 nima u onasiymisiz? Nima u? O'n oy ishlasangiz $1,000 ga Rossiyaga qoplab bilasiz yoki borib ishlab olasiz. $10,000 bilan yana 1 yil davomida savdo qilasiz. Da $2,000-3,000 topishingiz mumkin. Lekin samый главный bu yerda pul emas, samый главный statistika. 1 yil davomida siz $10,000 stabil ushlab bilsangiz va bu narsani aytib bilsangiz, o'sha nima deysiz o'zingizga? Wow, men qo'limdan keladi deysiz. Ishonch ortadi. To'g'ri, professional ishonch ortadi. Bunaqa tupoyski bir marta savdo qilgan vaqt, 2 marta, 3 marta savdo qilgan vaqt $100, $1,000, $2,000 qilgandan keyin ishonch ortishi bu gambling. Ana shu narsani xohlashadi bu kazinoshiklar, sizni shu narsaga tiqishni xohlashadi, bankrot qilishingizni, oilangiz buzilishini, kirib ketishingizni xohlashadi ular. Bunday bo'lmaydi. Professional ishonch orttirish bu yillik statistikadan kelib chiqadi. Men ko'p trading haqida gapirmayman, chunki men kerak emas. U trading haqida ko'p gapiradiganlar kurs sotishini reklama qiladi. Xo'p, sistemangiz tayyor bo'lsa, 1 yil davomida statistikangiz tayyor bo'lsa, $10,000 emas, $100,000 olish. Aytyapman, siz ajdod qilmagan joydan pullar keladi. Ko'radi-ku sizni statistikangizni. Avtomatik hamma sizga pul berishni xohlaydi. Menda hozir $10 million, $20 million istasam berishadi. Istasam $10 million, $20 million yig'ib olib bilaman. Просто tak. O mashiniklar yig'ib yuribdi-ku, onasini ham sen hali qashshoq qilib yuribdi odamlarni. Menga hozir istasam $10 million, $20 million berishadi. Chunki meni istadi, meni kelib любой kishi tekshirsa biladi kimligimni. Mana shu narsani tayyorlasangiz, keyin o'sha 3-yil siz $100,000 bilan savdo qilasiz. 4-yil shu qarabsizki $1 million bilan savdo qilasiz. Chunki men O'zbekistonda fond tashkil qilyapman. Men shular bolalarni shu narsaga yo'naltirmoqchiman. Ya'ni $1 million bilan savdo qilsangiz va yillik o'rtacha foizingiz 30% bo'lsa, $300,000 foyda ko'ryapsiz degani. $300,000 onasidan ham hech kimga bo'ysunmaysiz, yotasiz, turasiz, ishingizni qilasiz. Xohlagan davlatingizga borasiz, trade qilasiz, sistemangiz tayyor, bir kunga 1 soat vaqtingiz ketadi, 20 minut vaqtingiz ketadi, 1 yilga
Manda bir haftada 2 kun o'rtasida savdo qilaman. Bir soat vaqtim ketadi. 2 haftada maksimum bir haftada 2 soat vaqtim ketadi trade qilishga. Maksimum. Onasini ham sen u naibat astag'firullah yolg'on u. Soatlar davomida ustimda dars qilyapman, soatlar davomida yolg'on onasini ham sen. Yolg'on onasini ham sen bu tupizm bu. Miya bunaqa ishlamaydi. Miyani qanaqa ishlashini tushunmaysizlar. Loh bo'ladi, odamlar uchib ketadi bu gaplarga. Miya har kun 2 soat bitta narsa bilan shug'ullaning, siz pro bo'lasiz 1 yil davomida. Xo'p, kirib kelamiz. Aytganimda shu 1 yil, 4 yil davomida tradingga yursangiz va bu narsani fazalarga bo'lib, to'g'ri yo'nalish bilan borsangiz, 4 yil davomida sizdan topoviy trader chiqadi. Bo'ldi. Men traderingni shuna tushunganman. To'yis trade qilib yuribganman, men katta narsalarga o'tgandan keyin men investorga o'tganman. Men bolalar qo'limda ishlaydi, men ularga investitsiya beraman. Boshqarish uchun beraman. Men естественно men pul olganman. 5 million dollar menga birinchi fazaga juda ham katta fond tomonidan berilgan. Hozir bolalar savdo qilyapti. O'zimning kapitalim bor, boshqasi bor. Normalniy menga. Tasavvur qiling, men 1 yilda, 1 oyda kompaniyam 12 million dollar, 13 million dollar boshqarsa, qancha foyda olaman? Ular 50% traderlar 50% oladi, 50% men olaman. Men yotsam ham pul ishlayman tradingdan, yotsam ham pul ishlayman miningdan. 5000 ta qurilmam bor, 4800 ta qurilmam bor. Miningda 4800 ta qurilmam bor. Yotsam men shunaqa biznesimni avtomatlashtirish, keyin passivlashtirish, ya'ni passiv degani o'zim aralashmayman keyin. O'zim tekshiraman bo'ldi. Men boshqa bizneslar qurib ketaman. O'sha uchun menda Pinlink bor, o'sha uchun menda Upstake bor, o'sha uchun menda CryptoMiners bor, o'sha uchun menda Wind and Solar Power Shine bor. O'sha uchun menda RRR fund shakllanyapti. O'sha uchun menda hozir boshqa proyektlarim RP shakllanyapti. Nima uchun biznesni ustiga qurib ketyapman? Chunki men avtomatlashtirib, keyin passivlashtiryapman. Tushunyapsizlarmi? Bu shu biznesdan ham dars beryapman sizlarga. Xo'p. Ya'ni shunaqa narsa bilan kirib kelishingiz kerak. Shunaqa to'g'ri kutuv bilan kirib kelishingiz kerak. Ya'ni ajdani to'g'ri qo'yilishi kerak tradingda va to'g'ri 99% traderlar mashenik, iflos, yolg'onchi, pul uchun hammani aldab yuribdi. Bu fakt bu. To'g'ri bilim berishmayapti. Qo'yib, kirib kelgandan keyin nima bo'ladi? Ya'ni siz bitta strategiyani o'zlashtirish uchun bitta strategiyani o'rganasiz. Любой strategiya. Onasini bizning ajdarho strategiyasi bo'lmaydimi? O'rganish kerak. Va o'shani implement, ya'ni qo'llash kerak. Ya'ni 100 ta ayrimlar keladi, onasini bizning men deydi kimda o'qiganman, Dubayda o'qiganman, Yevropada nima, Toshkentda o'qiganman, boshqa joyda o'qiganman. Kimlarning otini aytadi-da, men uchun mashinik trader ular, meni bloger ular. Back test qilishni bilmaydi. Qanday qilib real test qilishni bilmaydi, qanday qilib jurnal, qanday qilib planirovka qilishni bilmaydi, qanday qilib fund control qilib bilishni bilmaydi, qanday qilib risk control qilib bilmaydi, money control qilib bilmaydi, money management control. Bilmaydi bu narsalar nimaligini. Qaranglar nima bo'ladi. Ko'p miyaga nagruzka bermoqchi emasman. Bo'lib berish kerak. Chunki bir martada miya 20 minut, 40 minutda ma'lumot yig'ib biladi o'ziga. Undan ortig'ini yig'ib bilmaydi. O'sha uchun videoni qayta ko'rishingiz kerak, keyin boshqa narsalarni ko'rganda. Tushuninglar. Kirib keldingizmi, bitta strategiyani o'rgandingiz va o'shani implement, ya'ni o'shani o'qildingiz. Hayotingizga joriy qildingiz. To'yingiz o'shani qilib ko'ryapsiz. Va uni backtest qilyapsiz. Backtestga o'xshadi, 100 ta backtest qilasiz. Win rate chiqarasiz. Win rate chiqardingiz, ya'ni backtest qilasiz-ku, nisbat 1 ga 3 eng minimal bo'lishi kerak va uni ichida ham kontroli bor, lekin hali qilmaysiz. Boshida bunday bo'ladi. 1 ga 3 nisbatda samimiy minimal nisbat deb olasiz buni. 1 ga 3, ya'ni $100 tiksangiz, masalan $300 bo'lishiga maksimum minimum shuni qo'yasiz. Ya'ni 1 ga 3 nisbat. Nisbatni qo'yasiz va 100 ta savdo qilasiz. 100 ta savdo backtest qilasiz. Backtestni olasiz, win rate'ni chiqarasiz va analiz qilishni boshlaysiz. Ya'ni 100 ta savdoda nimalar sizda umumiy xatolar jamlanmasin. Nima uchun blok o'sha strategiyasi blok ko'ryaptimi? Blokdan kiryapsiz, lekin 25 ta minus shu faqat blokni ko'rganingiz uchun bo'lgan. Misol uchun aytyapman. Blok sizni aldayapti. Значит, blok sizni qandaydir noto'g'ri harakat qilyapsiz. Ya'ni umumiy 25 ta savdoda shu xatoni yo'lga qo'yapsizmi? Demak, bu umumiy xato deyiladi. Umumiy xato. Ya'ni ko'ryapsiz 15 ta savdoyingizda to'yingiz, pozitsiyangiz foydaga chiqyapti. Demak,
Bu yerda umumiy to'g'ri narsani topish kerak. Umumiy to'g'ri narsa nima? Masalan, likvidga qarab qo'yapsizmi yoki trend bo'yichami va hokazo. Nimadir umumiy to'g'ri qilyapsiz. 15 ta savdoyingizda hammasida o'sha narsa ishtirok etgan va o'sha uchun siz plyusga chiqqansiz. Mana shularni topasiz. Ya'ni bu nima deyiladi? What is a good? What is a bad for you in the market? Ya'ni nima senga yaxshi, nima senga yomonligini aniqlab olish bozorda, ya'ni personal site tomonidan. Keyin holi yana uzoq yo'li bor. Men tushuntiryapman o'zi. Keyin bu narsalar bo'lgandan keyin sizga umumiy xatolaringizni chetga olasiz va bu narsalarni qaytib qilmaysiz. Ya'ni yozasiz, mana shu narsa yomon menga. Real testni boshlaysiz. Real test nima? Pozitsiyani shunchalik qo'yasiz. Savdoga pul bilan kirmaysiz. Pozitsiyani shuncha qo'yasiz. Ya'ni real vaqtda savdo qo'yasiz. Ya'ni bu o'sha back testda vaqt degan tushuncha bo'lmaydi. Back test tez o'tadi. Real testda vaqt o'sha real o'tadi. Tamom. Vaqtga qo'yasiz savdoni, kutasiz. Savdo qani yo take uradi, yo stop uradi. Mana shunaqa 100 ta savdo qilasiz. 100 ta savdo qilasiz yana. Ya'ni birinchida back testda vaqt degan emotsionalniy pressure, ya'ni bosim yo'q edi. Ikkinchisida bor o'sha vaqt degan emotsionalniy bosimdan o'tishni o'rganadi. Miya, mana bu miya o'rganadi shu narsadan o'tishni. Va yana o'sha 100 ta real test natijalarini yana xuddi shunday analiz qilasiz. Statistika ko'rinishida analiz qilib chiqasiz. Ko'ryapsiz-a? Men plan qilyapman. Analizdan keyin planlashtiryapman. 100 ta savdo qilyapman, jarayonni tugatyapman va keyin yana qaytib shu jarayonni analiz qilyapman. Men qo'shmayapman hammasini, mix up qilmayapman. Xo'p. Bu narsalarni aytmaymi yoki, ha? O'zi ana mashinik treyderlar ko'chirib oladi-da keyin hammasini. Mashkachalar. Da. Xo'p. Aytmaymi yoki, ha? Aytish kerakmi? Ha. Дальше. Xo'p, keyin analiz qilib bo'lgandan keyin yana shu narsani qilasiz. Keyin уже bu narsa o'tadi nimaga? Jurnallarga, o'tadi planirovkaga, o'tib boradi. Ya'ni o'sha strategiyani siz sistemalashtirasiz. Nima keyin bo'ladi? Ya'ni siz уже xatti harakatlaringiz, savdoyingizga qanday ta'sir qilishini o'rganib chiqasiz. Bu nima degani? Ya'ni emotsionalniy diagramma qilishingiz kerak. Emotsionalniy. Savdoda o'tirgan vaqtingiz, уже real savdo qilayotgan vaqtingiz siz qanaqa emotsiyadasiz, nima bo'lgan, nima qo'ygan yozishingiz kerak va mana shu narsa avtomatik bir kun yaxshi, bir kun yomon, bir kun yaxshi diagramma ko'rinishiga keladi. Diagramma ko'rinishiga keladi va siz qaysi pozitsiya siz uchun yaxshiligini tushunib olasiz. Savdo uchun qaysi qulay vaqtingiz bo'lishini tushunib olasiz. O'zingizning holatingiz, savdoga qanday qulayligini tushunasiz va qaysi vaqtda savdo qilish kerak, qaysi sessiyada savdo qilishingiz kerak. Umuman bir xillarga sistemasida sessiyaga o'rin yo'q, sessiyaga ishi yo'q. Bor shunaqa bo'ladi. Bir xillar bor sessiya bilan ishlaydi. U narsalarni analizdan kelib chiqib tushunib oladi, o'zini analiz qiladi. Ya'ni siz qanaqa insonsiz deyman-ku, insonlar o'zini maqtaydi. Men bunaqa, men bunaqa, men bunaqa, men bunaqa. Lekin orqasida 1 yil orqani qarasa agar, biron ish qilmagan dangasalik, ya'ni siz o'zingizga sraz baho berib bilmaysiz. Ya'ni orqangizga qarasangiz, analiz qilsangiz, o'zingizning kimligingizni, nimalar qilganingizni o'zingizga keyin baho berib bilasiz. Tradingda ham xuddi shunday. Birinchi navbatda o'zingizga analiz qilib kelishingiz kerak, keyin o'zingizga baho berib bilasiz. Xo'sh. Keyin planirovkada birinchi jurnaldan analizlar olish kerak. Jurnal yuritishingiz kerak. U uchun aytdim, emotional diagram deydi. Emotional diagramma qilishingiz kerak va emotsional diagramingiz shunday ko'rinib o'tiradi-ku, analiz, shunday data, shunday ma'lumot ko'rinib o'tiradi-ku. Keyin men nima qilganman? Men ertalab har ertalab double espresso kofe ichardim. Va 1 oy davomida ichganman. O'sha 1 oylik, 2 oldingi oy va hozirgi oyni ma'lumotlarini sverka qilganimda, taqqoslaganimda o'sha espresso ichayotganim, reaksiya berayotganimni tushunganman. Zal bo'layotganim, reaksiya berayotganimni tushunganman. Ya'ni men kortizolni tushirib, testosteronni ko'taryapmanmi, dopaminni qanday kontrol qilyapman, melatoninni qanday kontrol qilyapman, ya'ni uyqu gormonlarini qanaqa kontrol qilyapman, bu narsalarni tushunganman. Va bu narsalar meni savdomga ijobiy ta'sir ko'rishini ko'rganman, o'zim ko'zim bilan. Ko'zim bilan ko'rish uchun nima qilish kerak ekan? Analizlarni taqqoslash kerak. Olib yurish kerak analizlarni. Data, ya'ni ma'lumotlaringizni yig'ishingiz kerak. Analiz o'zingiz haqingizda qilayotgan trading haqida polностью mana shu narsa рабочий stolda shunaqa turadi keyin.
nima, qanday, qanaqa qilish kerak? Tizim deydi mana shuni ismini, sistema deyiladi. Mana shu sistema bilan savdo qilgan inson keyin nima qiladi? Muvaffaqiyatli trader bo'ladi. Bunga kamida 2 yil, 1 yil vaqt ketadi. Aytdim, tushuntirdim. Keyin u fundraise qilish, ya'ni pul topish, yurunda pulni o'zi sizni topib keladi. Ilmingiz bo'lsa, pulni o'zi sizni topib keladi. Mana o'zi Lyuboy qattiq marketologga 5000, 3000 berishga tayyorman. IT mutaxassisi $24000 oylik beraman IT mutaxassisiga. То есть skill qanchalik baland bo'lsa, skill money time. Skill money time, ya'ni qanchalik qobiliyatingiz kuchli bo'lsa, shuncha pul topasiz, shuncha pulingiz, vaqtingiz qadrlanadi. Tushuntirib berdim degan umiddaman. Cho'zmaymiz. Bu keyingi darslarda ichkariga kirib ketaveramiz. Qanaqa qilib diagramma qilish kerak, qanaqa qilib planirovka qilish kerak, qanaqa qilib jurnallar qilish kerak, polностью shunaqa narsalarni gaplashamiz. Okey. Loyihalar haqida gapirib beraman. Pinlink loyihasi haqida gapirib bermoqchiman. Pinlink nima? Pinlink bu marketplace, depin platforma, ya'ni siz hozirgi vaqtda tushuntirib beraman. Bu hech qanaqa orqasida hech narsa yo'q proyekt emas bu. Orqasida texnologik proses va yechim beradigan, yangi innovatsion yechim beradigan platforma bu. Ya'ni nima qilib bilasiz? Ya'ni bu depin platforma siz marketplace qilganmiz, ya'ni qanday aytsam marketplace-ni. Xuddi Uzumga kirasizlar-ku, Uzum. U ham marketplace. Любой narsani insonlar sotadi, siz sotib olasiz. Marketplace. Xuddi shunaqa web 3 marketplace bizaniki. Qanaqa bo'ladi? Ya'ni mininglarni siz masalan Amerikadasiz, O'zbekistondasiz, lekin mining olmoqchisiz. O'zbekistonda qonunchiligiga to'g'ri kelib bilmaydi bu narsa. Ya'ni dunyo globallashyapti. Bitta narsani O'zbekistonda qilib bo'lmaydi degan tamom butun dunyoda qilib bo'lmaydi degani emas. Siz O'zbekistondan turib ham любой biznesni qilishingiz mumkin. Bu uchun sizga nima kerak? Xuddi shunaqa global web 3 loyihalar kerak. Masalan, shunaqa narsalarni qilganmiz. Masalan, siz O'zbekistonda turib mining sotib olmoqchisiz, lekin siz borib boshingizni og'ritib kimlar bilan gaplashmoqchi emassiz. Siz passiv investorsiz. Siz olayapsiz, pulingiz bor, nimalarni sotib olmoqchisiz. Misol uchun bu mining. Miningga kirasiz, bizning platformamizda mining qurilmalari bor. O'zingizga xohlagan mining qurilmani sotib olasiz NFT ko'rinishida. Ya'ni sizni hech kim aldab bilmaydi. Bu blockchain. Bu yerda hamma ma'lumotlar qayd qilinadi va o'chirib yoki yo'qotilib bo'lmaydi yoki o'zgartirib bo'lmaydi bu narsani. Va siz sotib olasiz, sizga dokument beriladi va bu dokument blockchainda saqlanadi. Qaysidir davlatning dokumenti emas bu. Davlat masalan O'zbekistondan yoki Dubaydan olsangiz, uni kimdir yirtib yuborsa yoki yo'qotib yuborsa yoki o'chirib yuborsa yo'qolishi mumkin, lekin blockchaindan bu narsa hech qachon o'chib ketmaydi. Tushuntirib bildimmi? Siz tushunyapsizmi? Sotib olasiz va o'shandan kelayotgan foyda sizni kashlogingizga primoy tushaveradi. Ya'ni sizni hamyoningizga primoy tushaveradi, siz boshingizni og'ritib o'tirmaysiz. Yana qulayligi nimada? Masalan, bitta mining qurilmasi $5000 bo'lishi mumkin, $4000 bo'lishi mumkin, lekin sizda qanaqadir $400 bor. Siz $400 ga o'sha mining qurilmani 10% ni sotib olishingiz mumkin va bu fraction deb nomlanadi. Fractionni sotib olasiz. Masalan, bir kunda o'sha masalan bir oyda $1000 foyda bo'lsa, shu 10% sizga ketsa, ya'ni $100 keladi. $100lik fraction sotib olasiz, bo'lagini sotib olasiz, aksiyada tipa sizga o'sha narsa keladi. Bu narsa buning ikkinchi qulayligi va hozirgi vaqtda marketplace'imizda любой narsani qo'ysa bo'ladi. Ne только mining, telefon, investitsiya qiladigan любой narsa, kvartirani o'nga bo'lib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bu kelajak bu. Kelajak shunaqa bo'ladi. Kelajakda hech kim borib yagona darchaga tur, notariusga tagiga tur, pichat qilib popus qil emas. Blockchaindan pul to'laysiz, smart kontrakt. Ya'ni smart kontrakt nima degani? Smart aqlli kontrakt. Aqlli kontrakt уже bu blockchainda bo'ladi. Yana nima bo'ladi? Siz sotib olyapsiz, siz aytasiz mana $500 to'lasa deb yozib qo'yilgan kontraktga, uni nomiga o'tkazib ber. Tamom. $500 to'laysiz, u sizga o'tkazib avtomatik oformit qilib beradi. Oformit qilgani uchun sizga dokument beradi va NFT ko'rinishda. Hech kim o'zgartirib bilmaydi uni. Not fungible token deyiladi. Mana shu narsa beradi va shu dokument bilan siz, ya'ni o'zingizning hamyoningizda turadi, любой joyga ko'rsatib bilasiz shu narsani egasiligingizni. Bu kelajak bu. Mashina sotib olasizmi, любой narsa sotib olasizmi, shu narsani dokumentatsiyasi o'sha bo'ladi. Hozir borib u yerda sotib ol, hamma narsa aqllashyapti. Aqllilashyapti. Tushuntirib bilyapman-da, to'g'rimi? Tushuntirib bilyapmanmi hammasini? To есть mana shunaqa marketplace. Hozirgi kunda hozir u yerda biz hash rate sotyapmiz. Ya'ni hozir yana marketplace'ni kuchaytirish uchun, masalan, siz Bitcoin qazib olishni xohlaysiz va sizda hozirchalik faqat kamroq pul bor, test qilib ko'rmoqchisiz. Lekin katta kompaniyalar
juda ham ko'p hash rate sotib oladi. Ya'ni mощность, xuddi gigahash, megabayt deysizlar-ku, megabayt, kilobayt, gigabayt, keyin gigabaytdan keyin terabayt keladi. O'shanaqa hashlarda ham xuddi shunaqa. Megahash bor, gigahash bor, terahash bor. Ya'ni kuch bu, kuch birligi. Mana shuni sotib olishingiz mumkin oldindan. Masalan, menda 1000 terahash bor. Men uni sotmoqchiman oldindan. Masalan, hozir menga pul kerak. Men uni 5% arzoniga 10 kunlik oldindan sotmoqchiman yoki 10% arzoniga. Tushunyapsizlar? Smart idealni. Sizga tezroq pul kerak. Siz 10 kunlik terahashingizni yoki 1 oylik terahashingizni yoki yarim yillik terahashingizni oldindan sotib yuborib bilasiz. 10%, 15% yoki 5% arzoniga. Qanday qilib o'sha bozorga qo'yishingizga. Va men sotib olaman uni va men ishlataman uni. Mana shunaqa marketplace, ya'ni hash mining rig rentalga o'xshagan, ya'ni rent hash platformamiz ishga tushyapti. USDT bilan olishingiz mumkin, Bitcoin bilan olishingiz mumkin. Vaholanki bu juda ham katta loyiha. Konteynerlar yaqinda qo'yiladi. Konteynerlar ham xuddi shunday qo'yiladi. Hozir Pinning loyihasi данный moment narxi 73 sent ekan. Ko'rdingizlar? 73 sent va juda ham sotib olishga yaxshi pozitsiyada biz. O'zlaringiz sotib olishda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Любой kishi bitta narsaga e'tibor berishi kerak sotib olishda. To'g'ri strategiya bilan sotib olish kerak. To'g'ri strategiya nima? To'g'ri tizim bilan. O'sha sistema bilan. Ya'ni hamma pulingizga olishingiz kerak emas. Bu вкладывать, ya'ni investitsiya qilib qo'yishingiz kerak. 200 dollarga olasizmi, 300 dollarga olasizmi, 400 dollarga olasizmi, uni olib qo'yaversangiz, bu 1 yilda yoki 6 oyda yoki 3 oyda yoki 2 oyda 2x, 3x ko'paytirilsa, o'sha sotasiz, tamom. Siz kirishingizdan oldin qachon chiqishingizni aniqlashingiz kerak. Masalan, misol uchun aytganda, hozir masalan kirsangiz 73 sentdan aytasiz, hozir bozorga mana shuncha ob'yom kirib keldi, bozorga shuncha ob'yom kirib kelgani uchun o'sish bo'ldi bozorda va taxminiy yana 1 million dollar kirib kelsa, narx qancha bo'ladi? Siz kutyapsiz, bozorga yana Pinning loyihasiga 5 million kirib keladi va 5 million kirib kelgandan keyin uni 100 millionta coin'i bor. 100 millionta coin'ga 5 millionni taqsimlab chiqasiz va sizga narx kelib chiqadi. Masalan, aytasizki, "Okey, hozir men kiraman, 1,5 dollarga chiqaman." Tamom. Kirasiz, 1,5 dollarga bo'lgandan keyin sotasiz, chiqasiz. To'g'ri tushuntirib beryapmanmi? Tamom. Siz foydangizni olib ketasiz. U yoq bozor qayerga qo'yadi, sizga ishingiz bo'lmasligi kerak. Siz boshida plan, keyin jarayon, keyin analiz deganman. Xuddi shunaqa ishlashingiz kerak. Tokenomica haqida atdeni gaplashamiz. Ya'ni tokenomica bozorga qancha pul kirib kelsa, o'sha coinni yoki proyektni kapitalizatsiyasi miqdori qancha oshishini ko'rib chiqamiz. Uni o'rgatamiz. Va walletlarni qanday ochish kerak, qanday sotib olish kerak, qanday qilish kerak, buni hammasi darslik sifatida sizga taqdim etiladi. Men zadacha berdim. Zadacha berganman. Obuna bo'ling, hammaga jo'natinglar, like qo'yinglar, maksimum tarqatishga sabab bo'linglar. Men hammasini aytdim, sizlarga qanday sotib olinadi, nima u, qanday u, hammasini tushuntirishadi, darslik qilib berishadi. Tushuntirib berdim degan umiddaman. Yana Pinning uchun alohida o'tib berishim mumkin. Istasalaringizga kommentariyaga yozinglar. Murojaat qilinglar. Alohida полностью detalizatsiya qilib ekranga ko'rsatib beraman. Pinning qanaqa ishlaydi. O'sha uchun biz уже yaxshi natijaga erishganmiz Pinningdan. Juda ham yaxshi ketyapti. Xo'p. Pinning uchun alohida loyiha qilib beraman. Keyin kim sotib olmoqchisi bo'lsa sotib oladi. Hozirdan borib patara-patara telbalik qilib sotib olish kerak emas. Uni analiz qilib keyin qilish kerak. O'zim agar xohlasangiz qilib beraman. Nima uchun Pinningni chiqargan vaqtim O'zbekistonga targ'ib qilmaganman, chunki O'zbekistonda juda ham ko'p kishi tushunmaydigan odamlarni jalb qilib ularni pulini o'g'irlab, firibgarlik qilmoqchi bo'lmaganman. Ya'ni ularga shunday ko'rinadi, Abdurahmon firibgarlik qilyapti deb ko'rinadi, o'sha uchun men aytganman, men bu narsani qilmayman. Yevropa, Amerikaga reklama bo'laversin, o'shalar sotib olsin. Ya'ni hozir bizani xalqimiz tayyor emas deganman. To'g'ri qabul qilinglar meni. Ilm beraman, keyin bu narsani qilaman. Ya'ni men sizlardan foyda olib, pullaringizni olmoqchi bo'lmaganman hayotimda. Yoki kim qachon reklama qilib mana proyektim derdim. Men qilmaganman bu narsani. Chunki ko'rdim, juda ham ko'p kishi qanaqadir bo'lmag'ur shitcoin orqasida hech narsa yo'q, shitcoin, memcoinlarni chiqarib, Uzbekcoin, Balocoin, Batarcoinlarni chiqarib
ana olinglar, lekin sizlarni pullaringizni olishyapti, sotib yuborishyapti, sizni pullaringizni kidat qilib, skam qilishyapti, ya'ni o'g'irlashyapti. Men buni qilmoqchi bo'lmaganman hayotimda. Hatto meni proyektim real bo'lsa ham, orqasida nimadir yechim beryapti. Bozorda juda ham katta narsani yechayotgan, innovatsion yechim va kelajak marketplace bo'lgani uchun aytib chiqmaganman. O'zim bilaman, bu narsa shunday ham rivojlanadi, odamlar o'zi keyin tan berishini bilganman. Yangi loyihamiz bu Upstake. Upstake hali bozorga chiqmabdi, ustida ishlayapmiz. Juda ham katta komanda ishlayapti. Уже где-то 1,5 million, 2 million dollar xarajat ketgan, audit poditlarga ketyapti, уже tekshiruv, unga influencerlar bilan ishlashga ketyapti. Upstake nima? Upstake bu sizni pulingiz prosta turadi-ku, kartaga pulingiz turadi, boshqa joyga pulingiz turadi yoki boshqa joyda pulni ushlashingiz mumkin. Mana shu pullarni avtomatik AI agentslar tomonidan, ya'ni sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan agent, ya'ni sizga assistent deymiz, assistentlar tomonidan sizga bozordagi eng qulay narsalar, eng qulay masalan liquid poolga pul tiqishmi, yield farmingmi, stakingmi, o'shalar aniqlab beradi. Sirazi bozorni polniy tahlil qilib keladi va unga ishonsangiz sizga u boradi, o'sha pulingizni ko'paytirib yuraveradi. To'xtagan pulingiz ko'payishni boshlaydi. Ya'ni your crypto on autopilot deb nomlangan unimiz, shiorimiz. Ya'ni kriptoingiz avtopilotda siz uchun pul ishlaydi. Pulingiz yotmasligini ta'minlaymiz. Tushuntirib beryapman? Siz tushunyapsizmi? Xuddi kuzatuvchi sifatida. Ya'ni siz masalan kripto kashlogingizda masalan $1000, xuddi masalan plastikingizda masalan oyligingiz tushsa, bir oy davomida masalan 1,500,000 baribir turadi-ku. Ha? Ishlatsangiz, qilsangiz ham baribir pulingiz turadi. Mana shu pulingizni avtomatik ishlab yana o'zini o'zi ko'paytirish uchun qilingan texnologik yechim bu. Bank, Upstake. Banklar nima qilishadi? Banklar shundan foydalanishadi. Sizni pulingizni hammasini birdaniga ishlatmaysiz-ku. Birdaniga ishlatmaydi hech kim pulni. Va o'sha sizdan 500,000, bundan 1 million, 2 million, 3 million qancha bankka pul bor? Odamlar ishlatmayotgan pul bor. Hozir hamma bankka borib pulimni ber desin, bankka uncha pul yo'q. Depozit yo'q uncha pul. Bank bankrot bo'ladi. Любой bankka borsangiz, hamma yoppasiga pulini so'rasa, bank bankrot bo'ladi. Tizim shunaqa. Любой bank shunaqa. Birjalar ham xuddi shunaqa. OKX shunaqa bo'ldik. OKXdan hamma bo'lib panika bo'ldi. Hamma bo'lib pulimni chiqaraman degan vaqtda OKX quladi. Pul yo'q. Ya'ni bu sentralizatsiya bankday qilingan birja edi bu. Lekin siz DeFi'da, ya'ni desentralizatsiya finansi bunaqa narsa yo'q. Sizni pulingizni hech kim ishlatib bilmaydi, chunki u nimada turadi? Markazlashmagan, chunki u kuzatib shaffof tizimda, blokchaynda turadi. Hech kim pulingizni o'zidan o'zi olib bilmaydi va bu pulingizni biz o'zingizni istagingiz bilan sizdan ko'ra million kishidan aqlli bo'lgan sun'iy intellekt assistentlari tomonidan ular nazorat qilishadi pulingizni. Borib bu yoqqa qo'yishadi, bu yoqqa qo'yishadi. Yana qo'shimcha sizga daromad qilishadi. Bu genialniy loyiha bozorda va bizga juda ham katta shartnoma Binance Lab'dan, OKX Lab'dan, ya'ni juda ham katta birjalar million pul tiqaman deyishyapti bunga. Biz o'zimiz qilmoqchimiz, o'zimizni ventureski fondimiz bilan qilmoqchimiz. Shu bugunga shu ko'p o'zimni ham vaqtim olmay, sizni ham vaqtingizni olmay, shu berilgan, ya'ni bir kishini oldiga 10 kilo ovqat keltirib qo'ysa, 1 kilosini yeydi, qolgan 9 kilosi achiydi deydi-ku. Xuddi shunday bilimni ham men sizga berib yuborib qolganini achitmoqchi emasman. Shu bergan bilimlarni bir analiz qilib ko'ring, nima deyapti Abdurahmon, nimani nazarda tutyapti deb sarhisob qiling. Jarayon bo'ldi, endi siz analiz qilishingiz kerak, keyin plan qilasiz. Jarayon tugadi, meni gaplarimni eshitdingiz, endi analiz qiling, keyin qaytib hayotingizni planlashtiring. Hammaga xayr, o'zlaringizni asranglar.